U Allohdir. Al-Malik. U podshohdir. U podshohdir. U qiyomat kunining egasi. Hamma narsani oxiri yetgan kun. Bu kun Qodir Robbimiz barcha jonzotni jonini olgan kun. U kun Alloh subhanahu va taolo jamiki tirik jonzotlarga o'limni yuborgan kun. Shu jumladan insu jinsga, hammaga va barcha farishtalarga. U kun shunday kunki, Allohdan o'zga hech bir jon qolmas. U kunda Alloh chaqiradi. O'sha podshohlar qani? Podshohman deb jar solgan podshohlar qani? O'sha qirollar qani? Qirolligini pesh qilgan zolim qirollar qani? Bu qirollarning tillodan o'g'illari qani? Hali Alloh chaqirur. U oliy parastlar qani? O'sha buzg'unchilar qani? Qani o'sha kimsalar? O'zlarini menman degan kimsalar qayerda ular? Qani farzandlari? Suyukli farzandlari qayerda? Alloh hali hammani chaqiradi. Hammani so'raydi. Hammadan birma-bir so'raydi. Bu kun kimning qo'lida? Bu kunga kim hokim? Hech kim javob bermaydi. Alloh o'zi javob beradi. Bu kun faqat Allohga tegishli.